Inson kapitali va samaradorlik, ya'ni iqtisodiyotdagi inson kapitali qanday rolni o'ynaydi? Asrlar o'tgani sari, iqtisodiyot rivojlangan sari undagi inson omilini roli o'sib borayotganligi va fan texnika taraqqiyoti va uning iqtisodiyotni o'sishdagi xizmatlari beqiyos bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, inson kapitaligacha bo'lgan ma'lum bir masofalar mavjud. Avvalo, mehnat resurslari o'rganilganligi va insonni mehnat resurslari sifatida jismoniy qobiliyatlarini ko'proq hisobdorligi, keyinchalik inson omili ishchi kuchiga aylanganligi, ya'ni bozorda faqatgina insonning jismoniy kuchlari emas, balki aqliy holati ham sotilishi va uni ishchi kuchi bilan bog'langanligi bilan xarakterlanishi e'tiborga molik hodisalarni keltirib chiqarar edi. 20-asrning ikkinchi yarmida esa fan texnika taraqqiyotining to'liq o'zini namoyish etishi va uni iqtisodiyotda aks etishi inson kapitali tushunchasini vujudga keltirganligini ko'rishimiz mumkin bo'lar edi. Xususan 1958-yil Minser o'z maqolasida inson kapitaliga ta'rif beradi va keyinchalik 60-yillardan keyin Theodor Schultz va Gary Becker bu tadqiqotlarni davom ettirib katta muvaffaqiyatlarga erishadi. Xususan inson kapitali to'g'risidagi nazariy asoslarni belgilab berganligi uchun 79-yilda Theodor Schultz iqtisod bo'yicha Nobel mukofotiga erishgan bo'lsa, uning shogirdi Gary Becker inson kapitalining o'ziga xos xususiyatlarini iqtisodiyotda ko'rsatib berganligi va belgilanish omillarini tadqiq qilganligi uchun 1992-yilda iqtisod bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'ladi. Umuman iqtisodiyotda inson kapitalini qanday tasavvur qilishimiz mumkin bo'ladi? Iqtisodiyotning barcha javharlarini bevosita boshqaruvchisi, uni nazorat qiluvchisi va rivojlantirishga g'oyalar bilan hissa qo'shuvchi bu inson kapitali hisoblanadi. Ya'ni inson kapitali bu qobiliyatlar, iqtidorlar, kompetensiyalar, malaka va barcha tajribalarni yig'indisi hisoblanadi. Xususan, insonning aqliy mehnati, uning kashfiyotlari bu inson kapitali yoki insonning iste'dodi, musiqaga bo'lgan harisligi va masalan kompozitorlarning iste'dodi ham bu inson kapitali yoki Cristiano Ronaldoning futboldagi iste'dodi bu inson kapitali hisoblanadi yoki Michael Jordanning basketbol ko'ptogini ko'proq savatga tushirish mahorati ham inson kapitali hisoblanadi. Va 20-asrning oxiri va 21-asrning birinchi choragi yaqinlashib kelayotgan bir davrda iqtisodiyotning eng katta qimmatbaho va investitsiyalarni talab etuvchi jarayonlardan biri, sohalardan biri bu inson kapitali bo'lib qoldi. Va amerikaliklar o'zlariga juda ko'p savol berishadi. Ya'ni nega Bill Gates badavlat inson va juda ko'p insonlarning boyligi uni boyligidan ko'ra ancha kamligi yoki hatto biz rivojlangan deb hisoblaydigan Amerika Qo'shma Shtatlarida ham 13%, 1993-yilda esa 15% kambag'allik indeksi bo'lganligi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida har 5 ta boladan bittasi kambag'allikka hukm qilinayotganligi yoki qora tanli bolalarning 35-40% deyarli kambag'al inson va uysiz insonlarligini e'tirof etish mumkin bo'ladi. Va bu borada ijtimoiy infrastruktura va iqtisodiy taqsimlanish sohasida juda ko'p tadqiqotlar o'tkaziladi va tadqiqotlarning asosiy yadrosi inson kapitaliga yetib keladi. Ya'ni insonning o'z kompetensiyalari, iqtidori va iste'dodini namoyish etish. Va universitetlarni bitirish arafasidagi talabalar va 10-sinfda maktabni tashlab ketgan o'quvchilar o'rtasida demak tadqiqotlar o'tkaziladi va tadqiqotlarga ko'ra 10-sinfni tashlab ketgan o'quvchilar universitetni bitiruvchilariga nisbatan 12 barobar omadsizroq yoki kambag'alroq ekanligi tasniflanadi. Ya'ni inson kapitalini belgilab beruvchi omillar insonni boy qilishi yoki kambag'allikka yuz tutishi asosiy voqealar rivojini keltirib chiqaradi. Umuman bu borada Buyuk Britaniya va Amerika Qo'shma Shtatlarida juda ko'p tadqiqotlar o'tkaziladi. Ya'ni kambag'al insonlarning umumiy foizini tadqiq etilganda ularning 90% dan ortig'ini maxsus bilimlarga ega bo'lmaganligi va ma'lum kompetensiyalarga ega emasligi, ya'ni jamiyatning
xaridorgir kompetensiyalarini keltirib chiqarmayotganligi aniqlanadi. Ya'ni har bir inson ma'lum bir iste'dodga yoki qobiliyatga yoki ma'lum bir hunarga ega bo'lishi mumkin. Lekin inson kapitalining bahosi ularning jamiyatga taklif etayotgan kompetensiyasini noyobligi, ya'ni boshqalarga o'xshamasligi yoki iqtidorliroqligi bilan xarakterlanishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xususan inson kapitaliga ijtimoiy iqtisodiy sohalarning aloqasi yo'qligi aytiladi. Bill Gates o'zining Washington shtatidagi 100 million dollarlik uyiga 1997-yil ko'chib o'tadi va biron nimalarni o'zgartirishga harakat qiladi. Ya'ni u o'sha o'zining ijtimoiy turmush darajasini belgilab beruvchi omillarni yaxshilashga harakat qiladi va o'sha paytda 21-asrga kelib uning boyligi 50 milliardga yaqinlashgan edi va 50 milliard dollarga ega bo'lgan inson tasavvur qilinganda bor mol mulkini musodara qilingan taqdirda va bor davlatini yo'qotgan taqdirda u qiyin ahvolga tushib qolarmidi degan savol tug'iladi. Albatta yo'q. U xohlagan kompaniyada ta'sischi rolini bajarishi, nazoratchi funksiyasiga taklif qilinishi yoki xohlagan transmilliy korporatsiya uchun maslahatchi ishiga taklif qilinishi mumkin edi va bu holatda ham uning ahvoli yomonlashishi qiyin daraja hisoblanadi. Yoki 10-sinfni tashlab ketgan bolaning bor budini yo'qotishi bundan mustasno hisoblanadi. Unda kompetensiyalar kamligi va bozorni hali yaxshi tushuna olmasligi, malakaning yetishmasligi uni ahvolini keskin o'zgartirib yuborishi mumkin bo'ladi. Ya'ni iqtidorli shaxslarning ma'lum bir darajaga erishgan insonlarning o'z mol mulkini bir kunda yo'qotishi yoki musodara qilinishi ularning keyingi hayotiga katta o'zgarishlar kiritmasligini, ya'ni ularning hayoti past darajaga tushib ketmasligi e'tiborga molik hodisalarni tashkil qiladi. Chunki ularning kompetensiyasi yana ishlashga majbur qiladi va yana jamiyatga kerakli kompetensiyalardan biriga aylanish mumkin bo'ladi. Ya'ni insonlarning ish ma'nosida, demak, ko'nikmalarining noodatiyligi va jamiyatda inson kapitalining qimmatliligi ularning ijtimoiy iqtisodiy voqelikka ta'siriga katta ham turtki bermasligi asosiy voqealarni keltirib chiqaradi. Xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida dengiz osti kuchlariga yordam beruvchi kompaniya mavjud edi va bu kompaniya nanotexnologiyalar bilan va vositalar ishlab chiqarish bilan shug'ullanardi va kompaniyaning 40% ishchilari injener muhandislardan iborat edi. Va keyinchalik Indiana shtatidagi mana shu zavodning yoki tuzilmaning yopilishi va boshqa xususiy kompaniyani ushbu kompaniyani xususiylashtirib olishi yoki sotib olishi deyarli hech narsani o'zgartirmaganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni yangi kompaniya, xususiy kompaniya o'zgarganda sobiq kompaniyaning 98% ishchilari bu kompaniyaga ishchi bo'lib o'tganliklarini, ya'ni inson kapitalini namoyish qilayotganliklarini ko'rishimiz mumkin bo'ldi. Bu voqea Amerika Qo'shma Shtatlarida 90-yillarda sodir bo'ldi. Demak, birgina muhandislardan iborat asosiy inson kapitali bilan fan sig'imkorligi yuqori bo'lgan g'oyalar bilan shug'ullanadigan dengiz kuchlariga yordam beradigan vositalarni ishlab chiqaradigan zavodning yopilishi va boshqa xususiy kompaniyani uni sotib olishi uni ishchilarini taqdirini deyarli o'zgartirgani yo'q. Ya'ni 98% ishchilar mana shu keyingi zavodda qolishdi va aslida keyinchalik aniq bo'ldiki, bu kompaniya aslida u zavodni emas, balki ishchilarni mo'ljallagan. Ya'ni asosiy katta baho sifatida investitsiyani qoplaydigan manba sifatida inson kapitali ko'rilganligini misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Agar ma'lum bir kompetensiyaga ega bo'lmagan yoki ta'limdan mosuvo bo'lgan 10 minglab insonni bir chorrahada yig'ilishi bu vaziyatni teskarisiga tamomila o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Chunki ularga ish topish masalasi juda ham qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi va bozorda kompetensiya topish qiyin bo'ladi. Bunday hodisalar ham ro'y bergan. Ayniqsa ma'lum bir Amerikaning kambag'allar o'rin olgan shtatlarida 100 minglab uysizlarning yig'ilib ketishi va ularni fabrikalarni faoliyatiga xalaqit berayotganligidan fabrika egalari yoki ularni hayotini o'zgartirish uchun davlat tomonidan qandaydir mablag'lar berilishi yoki ularni mazkur shaxslardan
qutqarilishi kerakligi to'g'risida Amerika hukumatiga xabar berishadi. Mana shu paytda shtatdan shtatga qatnovchi avtobuslarni chiptalarini tekin tarqatish, ya'ni ularni sotib olib, mana shu kishilarga berish amaliyoti orqali ham ulardan qutulishga harakat qilingan holatlar bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yoki ba'zi bir shtatlarda narkotikdan aziyat chekkan kambag'allarning bolalari yoki nogironlikka uchragan, imkoniyati cheklangan insonlarning kompetensiyalarini namoyish qilishdagi ba'zi bir muammolar ham inson kapitalini orqada qolishiga katta masala sifatida turtki bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, insonlarning iqtisodiy farovonlikka erishishi va iqtisodiyotga qorishib ketishida ularning g'oyakorligi, kreativligi va taraqqiyotga asos solishida ularning iqtisodiyotga bo'lgan nafaqat xarisligi, balki ularning kompetensiyalari, iqtidorlari, tajribalarining noyobligi va malakalari bilan bog'liq hodisalardan biri hisoblanadi. Umuman inson kapitali ma'lum bir darajada iqtidorlarni, ya'ni tug'ma iste'dodlarni yaratishi mumkin ekan va ba'zi hollarda demak ma'lum bir inson kapitaliga investitsiya kiritish, ya'ni o'zini ta'lim berish, malakasini oshirish, tajriba oshirish orqali ham inson kapitalini rivojlantirish maqsadga muvofiq hisoblanar ekan. Tadqiqotlarga ko'ra, inson kapitalini ta'limga tikish, ya'ni ta'lim orqali inson kapitaliga investitsiya kiritish eng minimal darajada yillik 10% daromadni o'zida ushlab qolar ekan. Ya'ni nafaqat ta'limga kiritilgan investitsiyalar qoplanadi, balki yana qo'shimcha yiliga xuddi o'sha kiritilgan summaning 10% barobaridagi ortiqcha daromadni ham yaratishi tadqiqotlarning asosiy zamirini keltirib chiqardi. Inson kapitali rivojlanishi ko'p jihatdan fan texnika taraqqiyotiga bevosita bog'liq, ya'ni proporsional hisoblanadi. Ya'ni inson kapitalining ma'lum bir darajada rivojlanishi iqtisodiyotdagi fazalarning fan texnika taraqqiyoti bilan rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Va inson kapitali kam mamlakatlarda mana shu inson kapitalini yetishmasligi tufayli iqtisodiyotning rivojlanmasligi, ya'ni bir-biriga bu ham to'g'ri proporsionalligi ko'rsatilganligi e'tiborga molik hodisa hisoblanadi. Shuning uchun rivojlangan mamlakatlarning inson kapitali rivojlanishi va rivojlangan mamlakatlarning rivojlanayotgan mamlakatlardan inson kapitalini sug'urib olishi, ya'ni aqlning oqib o'tishi ham mana shu sohadagi disproporsiyalarni keltirib chiqaradi. Inson kapitalini umuman harakatlanishi asosan ishchi kuchi, ya'ni inson kapitali migratsiyasi bilan bog'liq jarayon hisoblanadi va buni iqtisodiyotda shunday tushuntirishga harakat qilamiz. Va inson kapitalini har xilligini ham e'tirof etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni iqtisod bo'yicha Nobel mukofoti sovrindoridan so'rashgan, albatta siz olgan o'sha 1,5 million dollar bu sizning inson kapitalingizni mukofoti hisoblanadi. Lekin Amerika shtatlaridagi basketbolchining, demak mashhur basketbolchining bir mavsumdagi maoshiga teng bu. Buni qanday baholaysiz deganda, albatta u iqtisodchilarcha javob bergan. Ya'ni mana shu basketbolchi aslida dunyodagi sanoqli basketbolchilardan biri hisoblanadi. Lekin menga o'xshagan iqtisodchi ko'p deb baholaydi. Albatta bu iqtisodchilarcha fikr hisoblanadi. Ya'ni inson kapitalining ham o'zini rakurslari va turlicha baholanishi mavjud. Ya'ni ba'zi bir olimlar bor, sayyoraning sanoqli olimlari bo'lishi mumkin. Juda katta islohotlarni amalga oshirishga yordam bergan olimlar bo'lishi mumkin. Ularning daromadi 10-15 million dollarga teng bo'lishi mumkin. Demak, yillik daromadi. Lekin ba'zi bir sohalar sportchilarning daromadi borki, o'sha basketbolchilarni yoki golfchi Tiger Woodsning masalan daromadlari yoki futbolchilar Cristiano Ronaldo yoki Lionel Messining daromadlari demak 100 millionlab dollar yiliga mablag'ni keltirib chiqaradi. Albatta media, reklama sohalari va bu sohalarga bo'lgan rakurslar ham inson kapitalini hayqallab borishga harakat qiladi. Xususan Tiger Woodsni golfchini oladigan bo'lsak, u bugungi kunda bor mol-mulkini musodara qildirib yo'qotgan taqdirda ham uning hayoti unchalik katta darajada o'zgarmasligi, ya'ni u golf tayoqchalarini sotib olib, ma'lum bir golf klublariga a'zo bo'lib, o'zining natijalarini takrorlashligi mumkinligi iqtisodchilar tomonidan e'tirof etiladi. Demak, inson kapitalining iqtisodiyotga aralashuvi va kambag'allikdan farovonlikka chiqish bu insonni o'zidagi kreativlik, iqtidorlilik, tajribalilik yoki malakasining oshganligi, ta'lim olganligi va alohida qobiliyatlarga egaligi
yoki alohida ko'nikmalarga egaligi va uni jamiyatga tatbiq qila olishi bilan xarakterlanadigan jarayon hisoblanar ekan va inson kapitali doim dunyoda quvlanadi, ya'ni doim defitsit hisoblanadi va mamlakatlar o'ziga qabul qiladi. Va migratsiyaning eng katta oqimi rivojlanayotgan mamlakatlardan rivojlangan mamlakatlarga inson kapitali sifatida oqib o'tadi. Ya'ni rivojlanayotgan mamlakatlardan ko'ra rivojlangan mamlakatlar inson kapitaliga kattaroq baho berishadi va ko'proq mablag'larni to'lashadi. Mana shu sohada demak rivojlangan mamlakatlar ham inson kapitaliga investitsiya qilish va ham ularni immigratsiya qilishdagi muvaffaqiyatlari orqali rivojlanishga harakat qilar ekan. Albatta Amerikada iqtisod bo'yicha yoki boshqa sohalar bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlari juda ko'p va ularning deyarli yarmi boshqa millat egalari faqatgina Amerika fuqarosi hisoblanadi. Ya'ni immigratsiya orqali Amerika mana shu inson kapitalini o'ziga jalb qilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va dunyoning ikkita mamlakatning bir-biri bilan inson kapitali nuqtai nazaridan aloqalashishida barchamizga ma'lum bo'lgan o'sha Heckscher-Ohlingning ishlab chiqarish nazariyasini keltirishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu nazariyada inson kapitali kiritilishi juda katta ahamiyatni kasb etadi va bu olimlar aytadiki, tovar ham ikki xil bo'ladi. Demak, bu mehnat sig'imkorligi yuqori bo'lgan tovarlar, bu o'sha olma, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va sabzavotlar, kapital sig'imkorligi yuqori bo'lgan tovarlar, bu o'sha gadjetlarni, texnologiyalarni misol keltiradi va mamlakatlarni ham ikkiga bo'ladi. Demak, mehnat sig'imini ko'proq ishlab chiqaradigan va kapital sig'imkorligi bo'yicha tovarlarni ko'proq ishlab chiqaradigan mamlakatlarga bo'ladi va ko'proq kapital sig'imkorligi yuqori bo'lgan mamlakatlarni iqtisodiyotini oqlashga harakat qiladi. Kapital sig'imkorligi yuqori bo'lgan mamlakatlar iqtisodiyotidagi asosiy rol bu inson kapitalining roli hisoblanadi. Ya'ni inson kapitalidagi g'oyakorlik, o'sha dizayn, o'sha boshqa ishlar, demak kreativ iqtisodiyotga tegishli barcha iqtidorlar demak inson kapitalini ulushini keltirib chiqaradi. Ya'ni iqtisodiyotning an'anaviy sohalaridan ajralib chiqadi. Aytganimizdek, Apple mahsulotlarining o'rtacha 30-40% bu Apple'ning tan narxi hisoblanadi va uning deyarli 60% bu inson kapitali. Ya'ni inson g'oyalariga to'lanadigan patentlarni tashkil qiladi. Ya'ni o'sha App Store'ni kim ixtiro qildi, iPhone uchun dizaynni kim yaratdi, yoki iOS yoki Android sistemalarini kim ishlab chiqdi, uning g'oyasi kimga tegishli edi va bu algoritmlarni, aynan kodlarni qaysi dasturchi ishlab chiqdi yoki yaratdi degan savollarga javob bo'ladigan moliyaviy manbalarni keltirib chiqaradi. Demak, inson kapitali mikro darajada insonni shaxsiy rivojlanish brendini, korxonaning rivojlantirish maqsadlarini va bunda insonlarning o'rnini, inson resurslari menejmentini belgilab bersa, makro darajada mamlakat iqtisodiyotini, demak, unsurlarini, undagi inson kapitali o'rnini, kadrlar tayyorlash milliy dasturiga iqtisodiy aloqalarning ta'sirini belgilab beruvchi omillardan iborat bo'ladi va mega darajada esa, demak, jahon iqtisodiyotining globallashuvini, fan texnika taraqqiyotini inson kapitali rivojlanishidagi tutgan o'rni yoki inson kapitalini mazkur hodisalarga ta'siri bilan o'lchanadigan hodisalar ushbu jarayonlarni tadqiq qiluvchi asosiy xususiyatlar hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, inson kapitalining asosiy mazmun va mohiyati uning iqtidori, kompetensiyasi va iste'dodi, noyob talantlaridan kelib chiqadi va u 99% holatda hech narsani yo'qotmaydi va doim umrini oxirigacha hayotida qanday voqealar sodir bo'lishidan qat'iy nazar u kapitalni namoyish etib vaziyatni o'zgartira oladi. Inson kapitali mavjud emas jarayonda yoki boshqacha qilib aytganda, inson kapitaliga tikilmagan investitsiyalar, ya'ni sayqallanmagan inson iqtidori yoki jamiyatda, bozorda kerak bo'lmagan, o'z o'rnini topolmagan kompetensiyalar ma'lum bir qiyinchiliklarga va masalalarga duch kelishadi va ularning iqtisodiyotdagi ahamiyati o'z kuchini yo'qotadi va ular qayta tiklanmaydigan ma'lum bir boyliklarga ega bo'lishi mumkin bo'ladi.
Bu ma'noda o'sha Bruney sultonligini misol qilib keltirish mumkin. O'sha kompetensiyasidan qat'iy nazar Bruneydagi neft konlarini mavjudligi, demak Bruneyni saroyini, demak sultonlik oilasini juda katta boylikka ega bo'lganligini bildiradi. Albatta bunday jarayonlar ham mavjud. Bu inson kapitali yoki kompetensiyaga bog'liq jihatlar hisoblanmaydi. Va mana shu vaziyat o'zgargan taqdirda bu holat bu oilani ijtimoiy holatini pastga tushishi yoki tushmasligiga katta ta'sir ko'rsatadigan masala sifatida e'tirof etiladi. Ya'ni hech qanday kapitalsiz, inson kapitalisiz ham ma'lum bir jarayonlar mavjud va ular hech kim kafolat bermaydiki, umrlarining oxirigacha mana shu boylikni yoki ijtimoiy iqtisodiy tizimni o'zlaridagi asrab qolishadi. Chunki kafolatlangan biznes daromadlari yoki iqtisodiy farovonlik inson kapitalining qanchalik yuqoriligiga va qanchalik yaxshi investitsiyalanganligiga bog'liq jarayon sifatida e'tirof etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.